Assalomu alaykum hurmatli gulpadagilar, aka-ukalar, charchamayapsizlarmi? Mana salqin havolardan boshlandi o'zi. Biz Angliyada ham o'zi kotel yoqishni boshlaymiz. Kecha ham ozroq yoqildi. Bugun yana yoqamiz hozir. Hozir o'zi yoqiladi. Chunki mana gullar turibdi. Mana shu gullarni nektar yuvib ketadi ekan, namlik oshib ketsa. Gullar bilan o'zini yopib turibdi. Kim ahamiyat beryapti? Agar kotel yoqing 1 soatdan kirasiz, gullar bilan ochilib turgan bo'ladi. Bu ham bitta shunday chiroyli mavjudot, bu o'zini yashiradi ozroq. 9:07 bo'lib turibdi. Namlik 89 ga chiqibdi. Mana o'zim endi ishdan keldim hozir. 89 ko'p o'ziga. Bu yerda kotel yoqamiz maqsad mana bu ko'chatlarga issiqlik berish emas. Havodagi nisbiy namlikni yo'q qilish uchun kotel yoqiladi hozir. Hamma gullar xafa bo'lib turibdi hozir bular. Chiroyli katta bo'lib turishi kerak. Gul ochilgan 90%. Ko'pchilikda bu narsa gullamayapti. Ko'chat hozir 70% odam gullashdan qiynalib yotibdi. Chunki buni oldin safar ham aytildi. Ekkandan keyin 80-90 kunlik, 100 kunlik ko'chatlar ekish kerak. Bu kun sanaydi har doim. Hozir ko'pchilikda g'avlab ketgan boshqa qilgan endi bir nasib qilsa hozir gullab qoladi. Arlar changlatyapti mana o'zi. Narigi issiqxonadan bu issiqxonaga o'tkazdim. Ertaga tarafdan bu issiqxonaga qo'yib yuboramiz. Mahalliy arlarni changlatdi bularni endi 2 kun. Baribir mana bu arla zo'r changlatadi baribir. Mana opshiy maqsadi mana shunaqa kelyapti. Ko'chatni o'sishi, g'avlashi ham baribir, lekin mana bu yilgi yangi vipska ko'chat hammaga kirdi. Respublika bo'yicha 70%, 80% odam kirgan bu ko'chat. Lekin sal g'avlaydi ekan. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Bariga kasal churqinmash. Mana bu 15 kunlik davr hozirgi, mana bugundan boshlab yopish boshlandi. Mana shu paytda saralash davri hozir. O'tgan o'tadi, o'tmagan qolib ketadi lekin. Shu mana bariklariga kasal churib qo'yishlar hammasi mana shundan bo'ladi, mana shu bariklariga. Oldin safar ham ko'rsatdim mana. Bariklarni. Mana hech anaqa joyi, yashirin joyi yo'q, boshqasi yo'q mana. Bu bariklar mana. Bu orasi keladi joyiga bular. Lekin haqiqatan to'g'ri, sal oldingi yil ekkan ko'chatlarimizdan qaraganda bu sal g'avlaydi. Mana bizning ko'chatlarimiz o'zi hammasi mana shunaqa gullab yotibdi mana. Mevasi, mana bu katta meva turibdi bu yerda. Mana mevasi. 1 2 3 4 5 6 ta. Endi bu yerga kotelni yoqish kerak. Ko'mirni jalga qilmash kerak. Kotelni o'ylamay, hisoblamay yoqish kerak. Bir ehtimollar bu yoq deydi, kichkina ko'chatchani. Bu ko'chat boshida bitta sirazi o'z o'smasdan oldin gul chiqarib tashlayapti. Boshqa kasal churib qo'ymash kerak. Endi baribir iloji yo'q. Birinchi onasini kuchaytirmasdan birinchi gulni o'zi kichkina 2 ta 3 ta barik bilan gul qoldirib bo'lmaydi. O'zini boqa olmaydi. Mana bu ko'chatlar xudo xolasa ko'z tegmasin. Agar Xudoy poshsho endi. Bandadan harakat, siz bilan emasda Allohdan barakat deydi-yu. Mana barikni mana shu sistemada qilish kerak mana bariklar. Ko'ryapsizlar? Xudo xolasa agar mana shu temada agar men o'zim ham shu sistemamni yo'qotib qo'ymasam, taltayib ketmasdan, boshqa qilmasdan hosildorlik 100% bo'ladi. Bitta osmos yo'q bizda. Suvimiz 500. Agar osmos sizlik yana bu 100-150 lik suvda ishlasangiz, bular bundan ham dahshat bo'ladi. Shu qiyinchilikda kelgan narsa bu. Ana shunday taltaymay, joy-joyiga qo'yib, sistemada sal erkinlik bermasdan, bo'shashmasdan, stabilni qarab turib, o'z vaqtida yo'llarni ochib, havolatni boshqa qilib qarab tursangiz, ish yaxshi, normal bo'ladi. Taltaymasdan faqat. Bunaqa bo'ldi, mana bunaqa zo'r bo'ldi, mana demas. Chunki barikka kasal tushirmash kerak. Hozir imminda mana shu 15 kunlik unshudring balobatdan namlikni, kasallikni chaqiradigan vaqt. Chunki issiqxonani yopib, ochib, havo peripatda ehtiyot bo'lib turish kerak. Nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Bitta odam mas'ul bo'lib turish kerak bunga. Mana shu 10-15 kunlikda. Ana shu 15 kun o'tib ketsangiz o'zi noyabr 15 dan agar pagoda normallik kelib, qishda sovuqni o'rtacha normal holatda, qanaqa sovuq kelsa ham keyin o'tib ketasiz. Mana bu shuncha bugun boshlandi o'zi. Chunki shu kungacha plyonkalar ochiq edi, mana taylar ochiq edi, mana bu yonlar, bu yoni, boshlar ochiq edi. Buni ona tabiat boshqaryapti shu kungacha. Ana endi siz biz bandalariga, insonlarga
harakating qil deydigan zamon keldi. Endi taltayishni kechirmaydi gidroponika ham, любой issiqxona. Mana shu gullardan hosil olaman desangiz, bugungi kunda, hozirgi kunda o'sha bitta odam mas'ul turish kerak. Farqi yo'q uni 3 sotix issiqxona, 2 sotix, 5 sotix gektar bo'lmaydimi? Chiroyli hosil olaman desangiz, endi bitta odam mas'ul shaxs o'z vaqtida arisini qo'yish kerak. Oziqasini zo'r qilish kerak. Havo peripatiga ahamiyat berish kerak. O'rtadagi tafovut 10% bo'lsa bo'ladi. 10 peripat. Masalan, kechqurun 12 ishlasangiz, 23-24, 25 bo'lsin. 26 bo'lsin endi. Iloji yo'q hozir bizda, chunki axlatjandan boshqa bo'lmaydi. Endi axlatjandan davr tugadi endi. Axlatjan sekin o'chirasiz. Bu agar aytolmaydi, kun isib ketsa axlatjan yoqadi endi ko'pchilik. Bizda lekin axlatjan yo'q. Mana shu temada endi ehtiyotkorlik bilan ishlab turish kerak. Chunki mana shu narsani yo'qotib qo'ymash kerak. Mana mevalar qarang. 1, 2, 3. Dalalar tugaydi, issiqxona boshlanadi xudo xolasa. Sekin charcharoyti bilan boshlanib keladi. Endi kech payt video chiqarib hozir keldim o'zim ishdan o'zi. Hozir katyolni yoqamiz. Kecha bugun havodagi nisbiy namlikni sindirish uchun katyol yoqiladi hozir bugungi kunda. Bu gradusda 10 tur ishlab turish kerak. Ishmaganda 13, 14, 15. Mana gul uchun katyol yoqiladi. Mana shu gullar uchun. Gullar quruq turib boshqa tursa yaxshilab changlatib meva kirgizib olamiz. Hatta mana barglarda ko'rinadi, barglar quruq. Bu quruq nega bo'lib turibdi? Ikkita yon ochiq. Bu yonimiz ochiq turibdi. Mana bu yon ochiq turibdi. Bu salafanda terlash bor. Kim sezyapti buni? Bizniki aslida unaqa, nima deydi? Nadufnoy sistema. Lekin nadufnoy sistema yoqilmagan hali. Mana shunaqa qarab tursangiz, xudo xolasa, mana 5-6 kun o'tib bo'lish kerak. Mana gullagan. Qarang. Birin-ketin kelgan. Endi ko'pchilik barigin tagida endi hammasini ko'rsatyapsiz, ammo hammasi 90% gullab turibdi. 90-95%. Nega gullayapti? Bu issiqxona profilaktikasi, boshqasi hammasi o'z vaqtida me'yorda qilib kelingan. Mana shuning uchun shunaqa turibdi. Ko'chat o'z vaqtida ekilgan. 80-90 kunlik. Maniki ko'chat hammasi 90 kunlik ko'chatlar. Hisoblanglar. 5-iyunda bostirilgan ko'chat. 1-sentyabrda ekilgan. Endi hisobini chiqaravering. 90 kunlik ko'chat. 85-90 kunlik hisoblanadi mana shu ko'chat. Faqat profilaktikasi o'z vaqtida faktichески 100% qilingan buni. Har bitta kasalligi, boshqasi, hasharoti, bunisi hammasi profilaktikasi hammasi chotki joyida qilib kelingani uchun mana shu holat bo'lib turibdi. Bu hammasi odam o'zining tajribasiga bog'liq, mehnatiga bog'liq. Boya aytdim-ku, bitta odam mas'ul turish kerak. Faktik mas'ul. Ishga ketaman, erta to'yga boraman, 2 kun bunaqa bor, 2 kundan keyin bunaqa qilamiz degan narsani gidroponika kechirmaydi. Mana shu ko'pchilikda esida bo'lish kerak mana shu narsalar. O'z vaqtida mana arisim shekin 3 kun oldin aytdim-ku, video chiqargan. Ari olib kelamiz deb. Narigi issiqxonaga qo'ydim, ari changlatdi. Uni oldin mahallalarda changlatdi. Endi u baribir mana barlar zo'r changlatadi. Hozir xudosi katyolni yoqamiz. Endi o'g'limga aytib qo'ydim, soat 8:30-9larda yoqasan katyolni. 9:06. Gidroponikada 8 gacha tushsa ham ish bola qilmaydi. Hozir namlik bo'lyapsa, menda ham oshib turibdi 89. Bu hali chidasa bo'ladi. Endi birinchi marta bo'layotgan namlik. Hozir katyolni yoqib qo'yamiz. Forchkalar ochiq turadi hammasi bir qarishdan kamida. Chunki hozir qaynatib tashlaydi. Bu to'rtta radiator yondirib yuboradi bu yoq. Forchkalar bir qarich, moch 1,5 ocharmiz. Hozir uni vaqt ko'rsatadi katyol yoqqandan keyin. Kitobi, masalan 13-14 gradus bo'lib tursa, havodagi nisbiy namlikni 60 ga tushirib qo'yamiz. Xudo xolasa ertalabgacha katyol ishlab turadi. Katyolimiz pand bermasa, o'sha qilmasa, xudo xolasa maqsadli ishlarga erishishda davom etamiz, xudo xolasa. Charchamanglar aka-ukalar. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. Narigi issiqxona ham xuddi shuna holatlar ham shunga ham o'tamiz agar. Bizda video ham cho'zilib ketyapti. Mana yonlar ochiq turibdi mana. Ko'rinyapti. Endi yopamiz hozir. Forchka turadi. Eng kamida bir qarich ochiq qoladi. Hali ko'mir ketsa ketaversin. Ko'mirda unaqasi yo'q. Bugun bunga ariq qo'yilgan. Ariqni hozir bu yerdan narigi issiqxonaga olib chiqdim. Mashina qilib changlatdi, xudo xolasa. Ertaga uni changlatamiz, shu bilan ariqni 1-3 kunga yopib qo'yamiz keyin. Chunki yana bir marta
shu namlikdan ehtiyot qilish uchun dori sochilishi kerak. Ertaga narigi issiqxonani yaxshilab changlatib olgandan keyin hali 3 kunga uyga olib kirib qo'yiladi. Mana bu changlatganimiz yetadi bizga. Yaxshilab bitta nima deydi? Kasalligi shu unshudring balobati shu kasalligi. Tapasi sochiladi, uni yashirib o'tirmayman. Tapasi sochib olamiz yaxshilab. Shu 10 litrga 8 gram profilaktika bo'lsa, men 10 gram qilib sochaman xudo xolasa. Issiqxona mana shu holat ko'ryapsizlar, barglarni. Hozir sovuq. Kun issiqda mana mijig'lasangiz, qisir degan tovush shuncha chiqarmaydi. Chunki issiqda hozir mana qo'limga sovuq ta'sir qilyapti mana barida ishlaganimda. Sovuq salqin, shunda sal tovush chiqaradi, sinmayapti lekin mana bu o'zi tovush chiqaryapti. Qo'yvorasiz, hech yerda sinib ketgan joyi yo'q. Bu sal salqinroq. Kun ustida men o'sha kecha video kun ustida mijg'lab tashladim, qo'rqmay. Kun ustida bular bemalol chidab beradi hammasiga. Ana shunda oziqa o'sha nima aytdim, profilaktikasi, oziqasi hammasi me'yorda bo'lgan ko'chatlar shunaqa holatda bo'ladi hammasi. Mana bu tomonlar hammasi libon quchoqlang bunaqa. Ketaveradi hammasi. Sal eski barglarda qisir tovush chiqishi mumkin. Chunki bu barglar kelib qoldi 40 kun, 50 kun bo'lib. Shunda shunaqa qilib oziqasini berganda qarab oziqangiz shunaqa holatda bo'ladi. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar.